Sotiga 3,5 sotik, 6 xona. 308. 308 sotiklik 3 ta uyimiz yangi, 3 ta uyimiz eski. Bu joyimizni aslan biznes uchun olsangiz bo'ladi. Sababi Marg'ilonda prezga yetmasdan, mana shu stansiyadan kelganingizda Ko'kchoyda oldida, yo'lda bo'yida joyimiz. Chiroyli qilib biznes qilib, yarmini biznes qilib, yarmida yashab tursangiz ham bo'ladi. Xo'p, nalijeniya o'zi qo'yiladi, ko'rib turibsizlar. Sanuzel, bitta spalnigimiz bor, bitta mehmonxona hamda bitta oshxonamiz tayyor, bu tomon patkulch. Abo'ylari, akvaromlari hamma yo'g'i joyida. Eski uyimizni ko'rishingiz mumkin. Eski uyda ham nimadir foydalanib tursangiz bo'ladi, lekin sotib olsangiz buzib turib boshqa narsa qilib olsangiz bo'laveradi. Gaz bor, suv bor, svet bor. Sami gilamli shahar yaxshi joydan. Uylarimiz holati eskigan. Ko'rishingiz mumkin. Yangi uylarni ham ko'rsatdik. Bitta buzib tashlab turib, cho'tki qilib biznes yurg'izib yuboradigan joyimiz. Zeleniy zonasi ham bor ekan. Lokatsiyamiz aytganimizda Ko'kchoyda oldida. Telefon qilsalar ham mana sortaylari bor, uzum mevalari bor ekan. Sami gilamli gaz bor. Past raqamli telefon qilsalar ham baraka qilamiz. 308 sotik 55 ming kami bor.